2026 yilgi yangi Hyundai Elantra. Bu zamonaviy dizayn, ilg'or texnologiyalar va kundalik hayot uchun qulaylikni birlashtirgan sedan avtomobil bo'lib, u global bozorda ham, O'zbekiston avtomobil ixlosmandlari orasida ham katta qiziqish uyg'otmoqda. Ushbu model Hyundai kompaniyasining so'nggi yillardagi dizayn falsafasi va muhandislik yutuqlarini to'liq aks ettiradi. Elantra har doim o'z sinfida qulay narx, ishonchlilik va tejamkorlik bilan ajralib kelgan. 2026 yilgi avlod esa bu an'anani yanada yuqori bosqichga olib chiqadi. Tashqi ko'rinishdan boshlaydigan bo'lsak, 2026 Hyundai Elantra yanada agressiv va futuristik dizaynga ega. Old qismi keng va keskin chiziqlar bilan bezatilgan bo'lib, radiator panjarasi yanada yirikroq va geometrik shakllarda ishlangan. LED kunduzgi chiroqlar ingichka va o'tkir ko'rinishga ega bo'lib, avtomobilga sportcha va zamonaviy ruh bag'ishlaydi. Old faralar to'liq LED texnologiyasida bo'lib, tunda yo'lni aniq va keng yoritadi. Kapotdagi chiziqlar aerodinamikani yaxshilash bilan birga Elantraga kuchli va ishonchli qiyofa beradi. Yon tomondan qaralganda, avtomobilning silueti yanada pastroq va cho'zilgan ko'rinadi. Eshiklar bo'ylab o'tgan keskin chiziqlar va orqa tomonga tomon ko'tariluvchi dizayn Elantrani harakatda turgandek ko'rsatadi. Yangi dizayndagi 16, 17 yoki 18 dyuymli alyuminiy disklar avtomobilning umumiy ko'rinishini yanada boyitadi. Orqa qismda esa LED orqa chiroqlar butun kenglik bo'ylab deyarli uzluksiz chiziq hosil qilib, kechasi avtomobilni darhol tanib olish imkonini beradi. Orqa bamper sportcha elementlar bilan bezatilgan. Chiqarish tizimi esa nafis tarzda yashirilgan yoki ayrim komplektatsiyalarda ochiq sport uslubida taqdim etiladi. Salon ichiga kirganingizda 2026 Hyundai Elantra sizni mutlaqo yangi darajadagi qulaylik va texnologiya bilan kutib oladi. Ichki makon keng va ergonomik tarzda yaratilgan. Old panelda yirik raqamli displeylar joylashgan bo'lib, ular haydovchi va yo'lovchilar uchun barcha ma'lumotlarni aniq. U dizayni yangilangan bo'lib, u sportchi va qulay ushlashga ega. Rulda joylashgan tugmalar yordamida multimedia, telefon qo'ng'iroqlari va haydovchiga yordam beruvchi tizimlarni boshqarish mumkin. Haydovchi o'rindiga elektr sozlanish funksiyasiga ega bo'lib, ayrim versiyalarda xotira funksiyasi ham mavjud. O'rindiqlar sifatli mato yoki charm bilan qoplangan bo'lib, uzoq safarlarda ham charchoqni kamaytirish uchun ergonomik shaklda ishlab chiqilgan. Orqa o'rindiqlar ham juda keng bo'lib, 3 nafar katta odam bemalol o'tirishi mumkin. Tizza va bosh uchun joy yetarli, bu esa Elantrani oilaviy foydalanish uchun ham juda qulay qiladi. Orqa qator uchun alohida havo chiqarish teshiklari mavjud bo'lib, issiq yoki sovuq havoda yo'lovchilar o'zlarini qulay his qilishadi. Bagaj hajmi ham sezilarli darajada katta bo'lib, kundalik xaridlar yoki uzoq safarlar uchun yetarli joy taqdim etadi. Texnik jihatdan 2026 Hyundai Elantra bir nechta dvigatel variantlari bilan taqdim etilishi kutilmoqda. Asosiy benzinli dvigatel 2,6 litrli bo'lib, taxminan 150 ot kuchiga ega. Bu dvigatel kundalik shahar harakati va trassa uchun yetarli quvvatni ta'minlaydi. Yoqilg'i sarfi esa juda tejamkor. Bundan tashqari 1,6 litrli turbo dvigatelga ega sportroq versiya ham bo'lishi mumkin. U 180-200 ot kuchi atrofida quvvat ishlab chiqaradi. Ushbu variant tezkor haydashni yoqtiradiganlar uchun juda mos keladi. Gibrid versiya ham alohida e'tiborga loyiq. 2026 Elantra hibrid elektr va benzin dvigatelining uyg'unligi orqali juda past yoqilg'i sarfi va ekologik tozalikka erishadi. Bu model ayniqsa shahar sharoitida ko'p harakatlanadigan haydovchilar uchun foydali bo'ladi. Ayrim bozorlarda to'liq elektr yoki plug-in gibrid variantlar ham paydo bo'lishi ehtimoli mavjud. Uzatmalar qutisi sifatida 6 pog'onali mexanik, avtomatik yoki chik uzatmalar taklif etiladi. Uzatmalar silliq ishlaydi va dvigatel quvvatini optimal tarzda g'ildiraklarga uzatadi. Osma tizimi qayta sozlangan bo'lib, notekis yo'llarda ham avtomat. Xavfsizlik masalasida 2026 Hyundai Elantra juda yuqori darajani taklif etadi. Avtomobil zamonaviy haydovchiga yordam beruvchi tizimlar bilan jihozlangan. Oldindan to'qnashuvni aniqlash va avtomatik tormozlash tizimi, piyodalarni va velosipedchilarni aniqlash funksiyasi bilan birga ishlaydi. Yo'lakni ushlab turish yordamchisi avtomobilni yo'lda belgilangan chiziqlardan chiqib ketmasligini ta'minlaydi. Adaptiv kruz nazorati esa oldingizdagi avtomobilga masofani avtomatik tarzda saqlaydi.
Shuningdek, kor nuqtalarini kuzatish tizimi, orqa tomondan kelayotgan transportni aniqlash, orqaga harakatlanishda avtomatik tormozlash kabi funksiyalar ham mavjud. Havo yostiqchalari soni ko'paytirilgan bo'lib, old, yon va parda havo yostiqchalari yo'lovchilarni maksimal darajada himoya qiladi. Kuzov mustahkamligi yuqori bo'lib, zarba vaqtida energiyani samarali tarzda sorib oladi. Texnologiyalar borasida ham Elantra A sinfidagi ko'plab raqobatchilardan ustun. Raqamli asboblar paneli haydovchiga tezlik, yoqilg'i sarfi, navigatsiya va xavfsizlik tizimlari haqidagi ma'lumotlarni aniq ko'rsatadi. Ovoz bilan boshqarish funksiyasi yordamida haydovchi ko'plab buyruqlarni qo'llarini ruldan uzmasdan bajarishi mumkin. Simsiz telefon quvvatlash joyi, USB portlar va yuqori sifatli audio tizim avtomobil ichidagi qulaylikni yanada oshiradi. Yoqilg'i tejamkorligi 2026 Hyundai Elantra'ning muhim afzalliklaridan biridir. Benzinli versiyalar shahar sharoitida ham kam yoqilg'i sarflaydi. Gibrid variant esa yanada tejamkor natijalarni ko'rsatadi. Bu esa avtomobilni uzoq muddatli foydalanishda hamyonbop qiladi. Texnik xizmat ko'rsatish xarajatlari ham nisbatan past bo'lib, Hyundai'ning ishonchli brend sifatidagi obrazini yana bir bor tasdiqlaydi. O'zbekiston bozori uchun 2026 Hyundai Elantra juda mos model hisoblanadi. Yo'llar sharoiti, iqlim va kundalik foydalanish talablarini hisobga olgan holda, Elantra qulay, ishonchli va zamonaviy avtomobil sifatida ajralib turadi. Uning dizayni yoshlar uchun